Assalomu alaykum, Islom Ustoz kanali a'zolari, hurmatli obunachilar. Bugungi manzilimiz Xudo xolasa Jahon bozorini oldi. Sho'roq qishlog'iga olib kelib o'rnashtirdik. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Kevkalar juda ham chiroyli va oddiy, skromniy bo'lgan darvozamiz. Qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha kuzatib boringlar. Darvozamizni ma'lumot qilib beramiz. Xo'p. Stoykasi 2 yoni tagi 10 shivellerdan bo'ldi. Tepasi 50 cm ochilmaydigan alohida pramok bo'ldi. Tepasini ham setka qilib berdik. 10 ga 5 profil qo'yildi. Listlarimiz ikkilik bo'lgan. 1 kvadrat metri 900 ming so'mdan tayyorlab berdik. Aka-ukalar, eshigimiz chap qo'lda chekkada ochiladi. Ochilishlari ham hamma yo'q ideal holatda bo'ldi. Zamoklarimiz ham joyida. Xohlasa, kraskalarimiz mokr asfalt, matli kraska bo'ldi. Kraskalarimizga ham garantya beramiz inshaalloh. Xizmat bo'lsa bemalol xizmat qilib beramiz, tayyorlab beramiz aka-ukalar. Orqa qismini ham bitta ko'rsatib qo'yamiz darvozamizni. Mana bu orqa qismi. Har doimgidek orqadan qoplab qo'yadigan alohida zamogimiz o'zini kaliti alohida. Oshiq-moshiqlarda 32 ligidan qo'yib berganmiz. Bo'ldi, mana beton qo'yishga armaturalarni ham qo'yib berdik. Yonlariga 3 tadan urib, bu taraflariga ham mana alohida qilib, chiroyli qilib, Xudo xolasa tepasini patologini qilishsa bo'ldi. Har doimgidek o'rtasi sentr zamok aka-ukalar, bittada ochilib yopiladi darvozamiz. Mana ochilish qismlari chotki bo'ldi, Xudo xolasa. Sizlari bo'ldi qalindan. Xudo xolasa aka-ukalar bemalol telefon qilinglar. Aloqadamiz. O'zbekiston bo'ylab tayyorlab beramiz. Faqat voha tomonlarga aka-ukalar kelishilgan holda tayyorlab beramiz. Toshkentgacha shu narxda tayyorlab beramiz. Vohalarga kelishilgan holda narx qo'shiladi ozmoz. Ana aka-ukalar. Ma'lumot qilib berdik. Xudo xolasa profillari 6 ga 4, 1,5 qalinlikda, 1,5 1,4 bo'lyapti. Profillarimiz. Mojmit o'zi aslannoy ko'proq 1,5 list 1,5 profil qo'yamiz, listini 2 lik qo'yamiz. Ba'zida 1,8 kelib qolyapti, ba'zida profillarimiz 1,4,5 kelib qolyapti. Shuning uchun biz 1,8 2 lik bo'ldi listda deyapmiz. Profillarni ham 1,4 1,5 lik bo'ldi deyapmiz. Agar hozir misol birorta darvozaga 1,4,5 kelib qoladigan bo'lsa, toza 1,5 kelmaydigan bo'lsa yoki listimiz 2 lik emas, 1,8 kelib qoladigan bo'lsa, bizga harom bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun sizlarga aytib o'tyapmiz. 1,8 2 likdan tayyorlab beramiz deyapmiz. Qaysisi bo'lsa bizga o'shasini o'rnatib tayyorlab beramiz aka-ukalar. Xudo xolasa xizmatdamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Islom Ustozlarning xizmatlaringda. Darvozamiz yoqqan bo'lsa, yaqinlaringizga jo'natib qo'yasizlar videolarni. Aka-ukalar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.